Bu naushnik to'g'risida hamma gapiryapti. Narxi juda qiziq, provodnoy, beprovodnoy rejimlari bor, har xil ranglarda. Короче, topovoy naushnik, lekin narxi yoqyapti ham, qo'rqityapti ham. 490 mingga N9 Pro stoyt molish. Hozir ben найчестнейший xolis obzori olamiz. İçida nima borligini, testlarimizni va o'zimni qanaqadir fikrimni aytib beraman. Neki уже bir haftadan beri bu naushnikda o'ynayapman. Assalomu alaykum. Sizlarga Sardor Shodiy va bugungi obzorimizda N9 Pro modeli 490 ming so'mlik naushnik. 490 ming arzon tushunishlik uchun 500 ming so'm beprovodnoy naushnik uchun bu xuddi 100 ming so'm mishkaga, to есть juda arzon. Masalan, Razer brendlari naushniki provodnoy varianti 3.5 mm liklarni 690 ming 700 ming. Mana Xitoy vrachkali bizga juda arzon, plus o'sha hamma rejimni podдержка qiladigan naushniklarni почти o'sha narxda, o'sha provodnoy narxida berishyapti. Tak, bu naushnik zakaz qilmoqchi bo'lsanglar, saytda qoldiraman, silkalarni bemalol zakaz qilib bo'ladi. Game do'konidan eng arzon narxlarda Optimum bor. Davlat ochib ko'ramiz. Avvalambor korobkasi bizda bunaqa chiroyli oranjiy korobkada keladi. N9 Pro eSport headset xitoycha yozuv. Korobkasi yaxshi, sifatli qilingan, orqamizda All for Gamers bo'sh. Hammasi gamerlar uchun. Okey, ko'ramiz. 500 ming so'mga qanaqa naushnik bo'lishi mumkin. Tak, men oq variantini ochib qo'yaman, adashib, farqi yo'q prinsipi. Qorasi ham bor, oqi ham bor, sizlarga mana oqidan obzor qilib beraman. Korobkaning ichida bizda qaraylik instruksiyamiz. Instruksiyada juda kerak emas ko'p informatsiya bor. Plus qo'shimcha yana qanaqadir qog'ozcha va eng qizig'iga keldik. Aksessuarchilarimiz. Mikrofon ko'rsanglar bo'ladi, juda sifatli qilingan, yechilib ochiladigan va bunaqa yumshoq filtrchasi bor. Mikrofon o'zi mana turlicha bo'ladi. Filtrni обязательно qoldiringlar. Filtr yo'qolib qolsa, ovoz yomon chiqishi boshlaydi. Bunaqa donglchamiz ham bor. Bu USB ga ham, Type-C ga ham tushadi. Qo'shimcha bizda Type-C 3.5 jack. Bu narsani qanaqa ishlatishni dashli videoda ko'rsatib ketaman. Zaryadka uchun USB Type-C zaryadka. Naushnik o'zimiz kelamiz. Mana menga qora variantni ham olib kelishdi. Buni ham ko'rsatib ketaman sirazu. Bu naushnikimiz Cloud 2 formasida полностью qilingan, ko'rsanglar bo'ladi. Form faktori Cloud 2 niki полностью qulonni повторяться qiladi. Bu yerda bizda kojzam, proteinovый koja deydi buni. Oddiy kojadan farqi ancha yumshoqroq va ko'pga yetib beradi. Qulonni formasini sirazu quloq forma o'tib qolmaydi. Так что, в принципе, norm. Shumoizolyatsiya bo'yicha hozir men tekshirib ko'raman. Kojani ambashurasi tak 50% ga shumoizolyatsiya qilib beradi. To есть ani 100% dan sirazu Qur'on yopib qo'ymaydi. В принципе, uyda o'ynasangiz yoki kompyuterda o'ynasangiz, tashqari ovoz ham eshitasiz, ozgina shumoizolyatsiya ham bor, lekin 100% shumoizolyatsiya yo'q. Qolgan naushniklarga tekiladiki, tepasi bizda juda yumshoq, plastmassa qilingan. Ko'rsanglar bo'ladi, juda flexible. Xohlaganingcha prinsipi izgibat qilsanglar bo'ladi. Tepasida yozuvimiz ATK Gear degan, quloqchin podkoja qilingan, bunaqa takoy qiziq ribristi stilda ATK Gear degan logotip ham bor. Quloqchinni ochsanglar agar havo o'tkazadigan materialdan qilingan, nimasi zo'r. Quloqchin o'zida ham mana bu yerda внутренний joy bor. Agar sizlarga zajimat qilsanglar quloqinglarni prinsipi yana do'p joy bo'ladi. Quloq takoy ergonomikasi qaytarish uchun va tekis bo'lsa bu narsa quloqni ortib qo'yadi. Atak mana quloq ichida joy bor, quloq uchun olib kiradi, udobni turadi. Так что bu narsani o'ylab chiqishgan. Qora variantida bizda полностью qora qilingan va quloqchin tepasi mana temiri seri va mikrofoni ham полностью qora qilingan. Prinsipi kardinalniy razницasi yo'q oq va qora rangda. Faqat o'sha oqi полностью oq emas. Quloqchin o'zi tepada plastmassalar oppoq, уже koja joylari seri qilingan. Bitta tomondan plus nega ekani eng ko'p
boshimiz tegadigan joyi seri qilingan. Agar oq bo'lganda kir bor bo'lish ehtimoli juda katta bo'lardi. Bu narsani ham menimcha ataka o'ylab chiqqan. Tak что plus qo'ysa bo'ladi bularga. Naushnikimizni mana prosta qo'yganimizda ham ikkita quloqchin bir-biriga yaqin turibdi. Bu juda yaxshi. Plus bu degani bizning kallamizda ровно qilib zajimать qilib turadi. Prinsip bir-biriga yaqinlashga harakat qilyapti, lekin boshni ezib qo'ymayapti. Tak что menga bu narsa juda yoqdi. Butun bizning управление knopkalarimiz, boshqaruv knopkalarimiz chap tomonda anaqamizda, quloqchinimizda, bu yerda bizda naushnik yoqib o'chiradigan knopka, ovozni baland past qiladigan knopkalarimiz, zaryadka uchun bizda batareykasi bu yerda ekan, Type C va mikrofon o'zi kiradi, chiqadi. Yana bitta knopkamiz bor ekan, ovozni o'chirib yoqish, mikrofonni o'chirib yoqish knopkasi bor. Sразу naushnik yoqsam mikrofon ishlayaptimi, ishlamayaptimi, faqat test qilib, gapirib tekshirishim mumkin ki vizualni bu narsa ko'rinmagan. Может, hozir to'xtaylik, yoqib ko'raychi? Yo'q, vizualni mikrofon o'chuvmi, yoquvmi biz bilolmaymiz. Agar Logitech ko'rgan bo'lsanglar, knopkani bosib qo'ysanglar, просто chiqib turadi-da o'chirgan payti. Yoqilgan payti kirib turadi. То есть bu juda удобный. Bu yerda vizualni biz mikrofon yoquvmi, o'chuvmi bilolmaymiz. Bu juda katta minus, особенно agar sizlar streamer bo'lsanglar, kimdir telefon qilsa yoki mikrofon o'chuvmi, yo'qmi bilishingiz kerak. Короче, streamerlar uchun o'zim ozgina stream qilganim uchun men ozgina tushunaman, bu narsa juda важный. Vesi kelmadi, vesi 270 gram, lekin batareykasi 100 soatga yetadi. Batareykamiz bizda 1,5 ming mah. Bu yaxshi. Odatda bunaqa katta batareyka bilan kamida 350 gram bo'lishi kerak. No, bular nima qilganini bilmayman. Bemalol zaryadkasi sizlarga birovga yetib ortadi. Давайте endi xarakteristika to'g'risida gaplashamiz. ATK N9 Pro diametr излучения, то есть o'sha driverlari 53 mm ekan. Material diafragmaniki PET 20 Hz 20 Hz gacha. O'sha aytdim sizlarga 204 Hz bor, Bluetooth 5.3 3,5 mm. Задержка автосигнала, то есть задержкасы 204 Hz dongle orqali 10 millisekund mabodoga etib ketaman, bratlar. Bluetoothda zadержка kattaroq bo'ladi. 5.3 mi, 6.3 mi, 10.0 mi Bluetooth ile baribir zadержка katta bo'ladi. Keyin sistema шума подавления ENS deb yozilgan. EN shumi подавленияsi. Bu narsani tekshirib ketamiz prinsipi. Test videoning oxirida aytishim mumkin. ENS qolgan shumi подавление nima yomon tomoni, u narsani kontrol qilsa bo'lmaydi. Oldidagi zvuklarni qanaqadir filtr qilishga harakat qiladi. Bu kontrol bo'lmaydi. Sizlar tomoningizda. O'chirib yoqsa bo'lmaydi bu narsani. Batareykasi 1,5 ming soat, okey. Kontrol mentasi и o'sha aytgan 130 soatga yetadi, deyapti. 50% громкостda. 270 gram, rangi oq va qora. То есть N9 Pro varianti bizda oq va qora rangda chiqqan. Keyin N9 Ultra varianti bor. Bu videoni уже men qo'ygan edim. Mabodo mana videosini ko'rsanglar bo'ladi. Xarakteristikani ko'rdik. Hozir biz telefonda bu naushnikni tekshirib ko'ramiz. Negaki ishchilarimiz o'ziga mana shu naushnikdan olgan va ko'chada olib yuradi, ishlatib yuradi. Telefonga ulab, shunga давайте telefonga ulab ko'ramiz. Hozir men yoqish jarayonini ham ko'rsatib ketaman mana. Chap tomonda knopka bor, включение yoqdik. Telefonimga ulayman. Biz lishli настройкаlar qilmadim, просто tiqdim men uni и сразу ishlab ketdi. Birinchi baland ovozi. Eshitiryaptimi yo'qmi sizlarga? Basta ozgina g'irlash bor. Maksimaliy передавать qilmoqchiman sizlarga ovozni. Bluetooth orqali ishlatib ko'raman. O'chirib yoqish knopkasini 2 marta bosdim va menimcha Bluetooth versiyaga o'tdi. Bluetooth orqali mikrofonni tekshirib ko'ramiz. 6 sekund, 7 sekund Telegramda zvuk yozyapmiz, to'g'rimi? Go. Tak, N9 Pro naushnik. Prinsip o'zingizlar eshitib ko'rsanglar bo'ladi. Ikkita rejimda одновременно naushnikim ishlayapti. Qorasi emas, bu qorasi o'chirib qo'yganman. Qiziq variant, xohlasanglar 204 Hz, xohlasanglar Bluetoothga сразу o'tkazib olsanglar bo'lar ekan. Good. Tak, naushnikimizni telefon bilan tekshirdik. Endi kompyuterda tekshirib ko'ramiz va OBS orqali sizlarga полный test qilib videoni ko'rsataman. Bolalar konkurs N9 Pro naushnik bittasini sizlarni ichinglarda rozыгрыш qilamiz. Обязательно like va подписка bosib qo'yinglar. Kommentariy va konkursimizni g'olibini Telegram kanalimizda определить qilamiz. Mana Telegram kanal kiringlar, ishtirok etish tugmasini обязательно bosib qo'yinglar. Naushniklarni ulab oldik. Hozir men ilovani ko'rsataman qanaqa qilish kerakligini. Bitta qiziq fakt, USB tiqqandan keyin сразу naushnik ishlamadi. Xitoy
gaplar keldi-da, ikki marta knopka bosganman, o'chirib yoqish knopkasini. Ikki marta bosib yotgandan keyin bu походу biz telefondan tekshirdi-yu, o'sha Bluetooth qolib ketuvdi. Ikki marta bosdim va 2.4 ga o'tib oldi. Так что bizilgan ishlamayotganda meni сразу просто ikki marta knopkani bossanglar, u Bluetoothdan 2.4 gacha almashadi. Rejim o'zgaradi. Keyin ATK Gear bunaqa saytga kiramizda, bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, web driver bor. Web driveri nimagadir naushnikda ishlamayapti, boshqadir ошибка bo'lgandir. Men уже mana desktop driverni yuklab oldim, download client qildim, skachat qildim, dalya bosganimdan keyin mana ilovasi chiqdi. Tak, ilova orqali nima qilsak bo'ladi, hozir ko'ramiz sizlar bilan. Bu yerda bizda spesialniy o'zini pre-uстановкалari bor, har xil o'yinlarga CS, PUBG, bu Delta operatsiya menimcha barzor. Вот. Bu yerda biza xohlaganimizcha o'zimizni o'sha ekvalizerni to'g'rilasa bo'ladi. Mikrofonni громкости, то есть buni ham baland pastga bo'ladi. Monitoring mikrofoni bo'ldi, mana o'zim eshityapman. Buni ham baland pastdan bo'ladi. Давайте ko'raylikchi qanaqa настройкалар bor. 7.1 virtualniy zvuk. Bu 7.1 realniy zvukda bo'lmaydi hech qachon. 7.1 realniy mikrofon qilmoqchi bo'lsangiz, 7.1 funksiya bilan kamida 1 million turadi. Bundan ko'p narsa kutmanglar. Keyin qanaqa настройкamiz bor? Rangini o'zgartirsak bo'lar ekan. В принципе, все. Har xil konfiguratsiya, kстати, nimasi qizadi ekani, ular har doim qanaqa сообщество ochishadi, и har xil boshqa kitaylarni настройкаlarni ko'rsak bo'ladi. Ularni, например, сохранить qilamiz, masalan. Сохранить qilsak bo'ladi, и ularni qanaqadir настройкani olsak bo'ladi. То есть agar sizlar o'sha o'rtog'ingizda qanaqadir особенный настройка bo'lsa, siz полностью настройка o'tirmaysiz, har bittasini o'zgartirib, ekvalizer 3-inchisi nima edi, 4-inchisi nima edi deb o'tirmaysiz. Просто olasiz, o'ziga tashlaveradi, и просто skachat qilib o'zingizga ustidan qo'yasiz bo'ladi. Bu joyi juda qiziq endi ATK brendga. И mana eng zo'r такой настройкani ham bu yerda ko'rsak bo'ladi. O'zingizlarni aniq variantinglar bor, u uchun biza kirishimiz kerak. Men bu narsani shu bilan kiritib qo'ydim. Okey. Ilovada ko'p настройкаlarimiz yo'q. И bu yerda обязательно ko'rsak bo'ladi. Necha foizligini. Mayda tekushi pashivkalarni o'zgartirsa ham bo'lar ekan. Bu просто anaqa qilib ketdim saytiga. Birinchi boshqa narsa qiziq yo'q. Mikrofonni hozir bilan tekshirib ko'ramiz. Tak, mana hozir mikrofonni ovozimni eshityapsizlar, eshitsanglar bo'ladi. Hozir men Anvar bilan kamera orqasida 2 metr oldinda turibdi. Uni ham gapiring. Shu bilishimiz uchun. Gapiravering. Mana shu podavlение yo'qligini prinsip o'zingizlar eshitsanglar bo'ladi. Tak, endi o'yin. Prinsip o'zi men nechta 4-5 ta o'yin o'ynadi. Prinsip javob qilgan joyim yo'q. Faqat qani keskin настройка. Qanaqa bo'lar ekan o'zimga qiziq. Prinsipi hammasi eshityapti. Anaqadek emas, ATK horizon yoki kasrdek emas yoki Logitechdek emas. Prinsipi o'ynalyapti. O'zingizlar ko'rasiz, prinsip o'ynasa bo'ladi. Настройкasi yoqmadi menga. Baran настройка qo'ydik. Bu qo'yib. Yo'q, bolalarning настройкasi вообще ekan. Mana orqa, chap, hammasini eshityapti. Izoh bolalar, bu naushniklarni tekshirdik, o'zingizlar ko'ryapsizlar. 490 mingga bunaqa качество, Bluetooth, provodnoy, беспроводной versiya ilovasi, my friend. Bu menimcha juda zo'r va bemalol o'sha 1 millionlik naushniklar bilan solishadigan naushnik. Конечно, Logitech G Pro, Razer va 2 Pro bilan solisha olmaydi-yu, menimcha xudo xolasa bu narsaga ham yetib boradi. Muzika yoki ovoz yo'q payt naushnikda ozgina piska bor. Ikkinchi minusi bu ambashuraning shum podavleniyasi. Baribir na уровне assalomu alaykum. No, bitta o'zingizlar uyda ishlatsanglar, в принципе, normalcha. Agar sizga birinchi naushnik kerak bo'lsa, yoki byudjetli naushnik qidirayotgan bo'lsangiz, kibersportsmen bo'lmasangiz, agar домашний условияlarda такой на вайпе ishlatish uchun va lishniy расход qilmoqchi emas bo'lsanglar, maslahat beraman, maza qilib ishlatasizlar. Zaryadkasi ham ko'p ketadi. Va qo'shimcha aytib ketaman, my friends. In-game'da faqat original ATK mahsulotlari va 1 yil garantiya bilan 1 yil ichida nimadir bo'lsa almashtirib beramiz. Takshona saytlarimiz, Telegram kanallar va call center nomerlari. Обязательно telefon qiling, zakaz qiling va like bosib qo'ying. Davu.